bugun yana uchrashuv tashkil qildik. Uchrashuvimizda shu sizlarning murojaatlaring, takliflaring, muammolar bo'lsa hal qilamiz. Qaror bilan bitta gaplashib chiqamiz. Hozircha o'zimizni bank mahsulotlari to'g'risida qisqacha ma'lumot beraman. Hozirda shu aholi tadbirkorligini rivojlantirish uchun eng so'nggisi bizning qarorga asosan 310 sonli qarorlarimizga qarorga asosan kreditlar ajratilyapti. Bankamizda tadbirkorlik faoliyatini kengaytirish uchun 1 yil mobaynida tadbirkorlik bilan shug'ullangan tadbirkorlarga beriladi, YTTlarga, MCJlarga, xususiy korxonalarga tartibi 1 yil mobaynida faoliyat ko'rsatgan bo'lishi kerak. 2 yilgacha imtiyozli davr bilan 7 yilgacha kreditlanadi. Summasi 300 million so'mgacha, 300 million so'mgacha garov asosida, 100 million so'm sug'urta asosida beriladi. Keyin prezident tomonidan 60 so'm qaror chiqdi yaqinda. Bu yoshlarga ajratiladi. Hozir buni qarorlar bo'lsa deyiladi, takliflar bo'lsa. Sizdami aytmoqchi? Assalomu alaykum. Men To'damo'tayman. Ismim Marva Noila. Maktabgacha ta'lim yo'nalishi bo'yicha ish faoliyati olib boryapman. Bu ish boshlaganimga 1 yil 8 oy bo'ldi. 312 sonli qarorga asosan Sizga berilamiz. Qancha olmoqchisiz? 300 million. 300 million so'mgacha garovimiz bor. Garovimiz bor. Xohlasangiz sug'urta asosida ham 100 million so'mgacha hisob kitobingizni qiling. 100 million so'm yetadigan bo'lsa, o'zingiz mablag'ingizdan yoki to'g'ri. Yana qo'shimcha qilmoqchimisiz? Katta qilmoqchimisiz? O'z faoliyat yuryapsiz, to'g'rimi? Hozir reyestratsiya qilamiz, oxirida gaplashamiz. Yana bir takliflar bo'lsa, hammasini murojaatlarni albatta